Talabalar elchixonaga viza uchun hujjat topshirayotgan vaqtida ota-onasini daromadi haqida ma'lumotnomani ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi narsa bu mehnat faoliyatidan ko'chirma. Ya'ni ota-onaning mehnat faoliyatidan ko'chirma. Ikkinchi hujjat bu ota-onaning oxirgi 1 yil davomida topgan daromad haqidagi hujjat. Buni hammasini MyGov ilovasidan olsak bo'ladi, tekinga olsak bo'ladi. Agar sizni ota-onangiz rasmiy daromadi yo'q bo'lsa, bu videoni o'tkazib yuborsangiz ham bo'laveradi, chunki bu faqatgina ota-onasi rasmiy daromad topib ishlaydiganlar uchun va oylik daromadi MyGov veb-saytidan chiqadiganlar uchun xolos. Otangiz yoki onangizni qaysi birini rasmiy daromadi bor bo'lsa, ularni profiliga kiring, ya'ni rasmiy daromadi bor otangiz yoki onangizni MyGovdagi profiliga kirasiz. Buning uchun o'ng tarafdagi kichkina kirish menyusiga bossangiz, shu yerda sizdan ota-onangizni pasport raqami va tug'ilgan kunini so'raydi. My ID orqali kirish tugmasiga bosilsa, ota-onangizni yuzini skaner qiladi. Ya'ni kimni profiliga kirmoqchi bo'lsangiz, shuni yuzini skaner qilasiz. Va yuzini skaner qilganingizdan keyin shu shaxsni MyGovdagi profiliga kirsangiz bo'ladi. Pasport raqamingizni va tug'ilgan kuningizni kiritganingizdan keyin profilingizga kiradi. Yuzingizni skaner qilish orqali mana bu yerda burchakda profilim menyusi paydo bo'ladi. Shu yerda sizni pasportingiz paydo bo'ladi. Demak, bu sizni profilingizga kirdi va ilova foydalanish uchun tayyor. Pastdagi menyulardan asosiy menyuga o'tib, mana bu xizmat nomini kiriting degan joyga ko'chirma deb qidirsak, birinchida mana mehnat daftarchasidan ko'chirma chiqadi. Bu otangiz yoki onangizni qayerda ishlayotganligi haqidagi ma'lumotnoma. Mehnat daftarchasidan ko'chirmani bosamiz. Xizmatdan foydalanish mana mutlaqo bepul. Xizmatdan foydalanishni bosib, mana bu yerda ma'lumotnomani qaysi tilda olmoqchisiz deyapti. Albatta biz o'zbek tilida olamiz va bu yerdan avtorizatsiyadan o'tib foydalanish tugmasini bosamiz. Foydalanish tugmasini bosganimizdan keyin tepada yuklab olish tugmasi chiqadi. Agar yuklab olish tepada chiqmayotgan bo'lsa, pastroqqa tushib ko'ring, balki pastroqda bo'lishi ham mumkin. Yuklab olish tugmasini bosganimizdan keyin xuddi shunaqa mana bunaqa menyu kelib chiqadi. Siz shuni bizning xodimlarimizga jo'natib berishingiz kerak. Xuddi shu narsa elchixona uchun kerakli bo'ladi. Asosiy menyudan hisoblangan deb qidiriladi. Mana hisoblangan deyilishi bilan darrovda hisoblangan ish haqqi deb yozib chiqyapti. Hisoblangan ish haqqiga kirib, xizmatdan foydalanish tugmasini bosamiz. Bosganimizda mana tanlangan muddat uchun bizga oxirgi 12 oy kerak. Ma'lumotnomani qaysi tilda olmoqchimiz? O'zbek tilida olmoqchimiz. Avtorizatsiyadan o'tamiz. Foydalanish tugmasini bosamiz. Foydalanish tugmasini bosganimizdan keyin mana bu yerda yuklab olish degan tugmasi chiqadi. Shu yerda agar yuklab olish tugmasi bo'lmasa, pastroqqa o'tib ko'ring yoki bo'lmasa ilovani kompyuterda ochib ko'ring bo'ladi. Yuklab olish tugmasini bossangiz, mana bunaqa narsa kelib chiqadi. Ya'ni shu sizni ota-onangizni 1 yilda topgan daromadi. Shuni bizning xodimlarga jo'natib berishingiz kerak.